sol tarafdagi koridorni bo'ylab 27-ayrimxonaga kelganda to'xtadi. Mushu shumi? Ha, mushu shu, qani kira. Bugun seni mehmon qilay. Nima desang shu bo'lsin. Bunda qilsak bo'lmasmikan? Bo'lmasa men mehmon qilay. Yaxshimsizlar? Sizlarga nima lozim? Bir narsa ichamdiq. Albatta ishimizda. Bu yerga ishkili kelmay, yana nima ish qilgili kelatdiq? 2 botilka vino. Anlasam bu yerning qizlarini bek chiroyli deydi. Sana bir ishkini chaqiraymi? Yo'q, chaqirmayli. Meningcha o'g'iljonlar sizga yetmaydi. İxtiyorim. Mulozim chiqib ketdi. Qahar yanchuqidan bir bank kartasini chiqarib, oldidagi shiraga paqqida qo'ydi. 200 ming yuan. Aran 200 mingmi? 50 mingchu. Fatima acha, siz shundoq puldar turib, qarzni bak tez söylaydigansiz jumi. Sodamdan ziyon tortdim, lekin boshqa bir ishni tutdim. Bu ishning foydasi xeyli ko'p. Bu ishga xeyli dasma ketadi. Bo'lmasa, menga yana 300 ming yuan berib turing. Sen yana Tuyuqsiz Fatimaning gapini uning yonfinining sayrishi uzib qo'ydi. Fatima yendagi somkisidan yonfinni elib qaradi. Uning qo'shnimalari birdilla turildi. Qahar bo'lsa uning chiroyini kuzatib o'tatdi. men chiqib telefonni ilib olay-ya. Bugun Ali ishking meni qopqoniga dasatmoqchimi dexe? Lekin bilib qo'yish undaq oson ish yo'q. Qahar yon tarafdagi krosloda qolgan Fatimaning somkisini ko'rib, asta somkaga qo'lini uzatdi. U somkini elib, ichini tekshirdi. Portmaldagi cho'ngliqdagi somkada tok zaratligich, ism kartasi, yana bir necha bank kartasi bor edi. Qahar ism kartalarini elib qaradi. O kartalar ichida Alining ism kartasini topolmadi. Ong'ich koridorda kalti yo'talgan ovoz anglandi. Qahar jiddilashib qo'ldagi somkini joyiga qo'yib, o'zi hech ish bo'lmagandek putini mingashtirgach o'ltirib oldi. Chik ichilib bir mulozim yigit 2 bodilki vinoni shiraga qo'yib chiqib ketishiga Fatima mu sat kulginchi kirib keldi. Mana haraqmi kiribdi. Qani ichayli. Qani, Fatimada, menga qilgan yaxshiligingiz uchun bir romka tutay. Qahar romkini ko'tarib o'tdi. Fatima bo'lsa livini tekizib qo'yib, mug'ambarlach kulimsirab, Qahar beshini ling'ishtib qo'yib, romkaga yana haraq qo'ydi. U orqa-orqadan 5 romka ichib boshlari qiyishga boshladi. Qahar birdilla o'ylab qoldi. Men bu yerga nima ishga keldim? Mas'ub qolsam bo'lmaydi. Fatimada, men hojatxonaga chiqib kiray-a? Qahar daldangligincha mengib chiqib ketdi. U taslikda hojatxonaga kelib, qo'lini giliga tiqib, bayi ishgan aroqlarni qusib yondirdi. U qay qilib mingisi chin qilib og'rib ketdi. Qahar sal esini yig'ib, yuzini sovuq suvda nachini chayqadi. Bu qitim aynakdan o'zining xili sagak holatini ko'rib, masxirlik kuldi. O'lgurlar. Meni mas qilib yana nima suiqasd qilmoqchidan? Qarab turish. Qahar telefonni chiqarib, telefonning o'niga ilish knopkasini besib, yanchuqiga soldi. U suvxondan chiqib, koridorda yolg'ondan mastak daldangishib bayqa ayrimxonaga kirdi. Hay, nimandaq uzunda kirsan, teqi yerim botilk ichib, ahvoling mushuma? Bu haraqning kuchi xeyli bor ekan, beshim kiyib-yotadi. Buni ichsa, bir botilka ichmayli mas'ub qolsang bo'lmaydi. To'g'ri, xo'sh. Qahar qo'lidagi haraqni ichib, beshini yerga pokkida qo'ydi. Amaliyotda bo'lsa, o haraqni pastga tukirayotgan edi. Fatima uni noqib yana bir romka haraq qo'ydi. Hay, buni bile ichib yetayli, tura. Qahar osta beshini ko'tarib, xiralashgan ko'zlari bilan qo'lini haraq romkasiga uzdi. Qo'li uning qo'lidan yonishib ketdi. Bu rostala mas'ub qopdi. Fatima romkasini uning qo'liga tutqizdi. Qahar uni xeyli qimlashtirib qo'lidagi romkani ichib etdi-yu, krosloga yiqildi. Fatima uni nachirat chaqirib uyg'otolmadi. Hey. Serx tök. Vay,
u mast bo'lib qoldi, endi kirsanglar bo'ladi. Qahar bu yerdan o'yin borligini bilgachga jimjit yotatdi. Bir chaqda ayrimxonaga ikki er kirdi. Ularning birisi bo'lsa Javlonning sherikitidagi Hamid edi. U qo'lidagi qor sumkani Fatimaga sundi. Bu Ali apanniga lozimliq material. Bu nakas oxiri o'zinimi, dadisini vayron qildigan bo'ldi. Qaharning ochiqidan turib, uning qonidan bo'qis kelsimi, o'zini tutib olishga tirishib jim yotatdi. Endi qanday qilamiz? Sening ishing tugdi. Sen uning navra aksiga telefon qilib, Qaharning klubda ishganligini ayt. Qolgan ishlar plan bo'yicha bo'lsin. Hamid beshini ling'ishtib chiqib ketdi. Fatima qo'lidagi qor xoltidan Hamid ib kelgan materiallarni ilib, yana uni xoltiga soldi. Yonda turgan mulozim bir kelishimnomani Fatimaga sundi. Bu bir almashtirish hujjati bo'lib, uningda Qaharning bu materiallarni bir oltin kartaga almashtirganlik isboti xotirlangan edi. Amaliyotda bu bir o'ydirma. Ola mushu usul orqali Javlonga inisining Qaharninki maqsadli pul uchun shirkatning muhim materiallarni sotganligini bildirib qo'ymoqchi edi. Fatima hujjatga bir qur nazar silib, qizil suruqni Qaharning bosh barmoqini takkizib, boyqi hujjatga qo'l bostirdi. Qahar bo'lsa bu ishlarga sukut ichida jimjit yotatdi. Biroq uning telefoni barliq ovozlarni o'nga ilayotgan bo'lib, bu Fatima va boshqalarning aslo xayoliga kirib chiqmagan edi. Bir chaqda Qaharning telefoni titrab ketdi. Qahar telefonning ovozini pasaytayotgan bo'lg'achqa, anglamagan bo'lib yetib oldi. Telefon jig'ildashdan to'xtadi. Fatima qo'lidagi qor xoltini Qaharning qo'liga qistirdi. Biz chiqib ketaylik. Hali Javlon kirganda o'yinning qizig'i chiqadi. Fatima bilan boyqi yigit chiqib ketdi. Qahar ularning chiqib ketishiga asta ko'zini ochdi. Bu o'lgur xotin. Texi meni qasligidek bo'ldingmi? Endi hamma ish oshkora bo'ldi. Sen bu Alining g'olchisikansan. Qahar biqindagi telefonni ilib qaraydi. Ekranda Javlonning nomeri turadi. Qahar asta ishxonaga kelib sirtni tinchidi. Atrof jimjit. Qahar darhol Javlonga telefon qaytardi. Javlon klubga kirish-kirmaslik to'g'risida ishkilinib turganda telefonni sayridi. O ekrandagi Qaharning nomerini ko'rib, yenik birni tindida telefonni oldi. Hey, sen nada? Nimishqa telefon olmaysan? Men hozir klubdagi bir ayrimxonada. Hiliqi Fatima degan ayol bilan Hamid degan soltak meni qaslab, sen bergan yangi turning materiallarini meni o'g'irlab, ularga sotgan degan soxt ko'rinishni yasab, ikkimizning o'tirisiga ziddiyat solmoqchi. Boya men qasdan mas'ul etib Ola hozir ishni bitirib chiqib ketdi. Sen mu ehtiyot qil. Bo'ldi, qolgan ishni keyin deyshayli. Sen chandırib qo'ymay yeteva. Men ahvolga qarta ish tutay. Javlon telefonni uzib, ko'ngli sal xotirjam bo'lgandek, yenik tindida mashinasini klubning oldiga to'xtatib, mashinadan tushdi. O atrofni bir aqor kuzatayotgandan keyin Hamidga telefon qildi. Ayol qolmayla telefonni elindi. Vay, Javlon, sen nimishqa hech kelmaysan? Ha, men keldim. Hozirla ishga kiraman. Sen nada? Meni Qaharning oyiniga boshlab kira olasanmi? Javlon, bu yerga keldiganlarning ko'pinchisi ko'ngil echish, aroq ichish uchun keladi. Bu yerda kishilik munosabat doirasiga taqishadigan ziddiyatlar pek oz. Agar men seni Qaharning oyiniga boshlab kirsam, yoki u mening seni bu yerga keldiganimni bilsa, cho'qim mendan nafratlandi. Men faqat shirkatga yaxshi bo'lsin uchun askartib qo'ydim. Yaxshi ko'nglimga rahmat. Amsa uni o'zim topay. Javlon telefonni qo'yib ichiga kirdi. Rangli chiroqlar orasidagi kishilarning xilma-xil holatlari odamni bakli beorom qilatdi. Javlon Pokayning so'l tarafidagi o'rinda o'ltirgan bir mulozim yigitning yiniga keldi. Efendi, sizga nima lazım? Men birsini izlab kelgan. Uning ismi Qahar. U mushiyada bormi? Ha, yiliqi Qahar efendimi. U bu yerning doimiy xaridori. To'g'ri. U kelgan. Biroq u masbub qilib uxlayotadi-ku deyman. Nima? Nasib qoldi. Meni u turgan ayrimxonaga boshlab kira olamsiz. Bo'ladi. Ha, keldik. Qahar efendi mushiyada. Ha, bo'ldi. Siz chiqib ketsangiz bo'ladi. Ma'qul efendi, bir ish bo'lsa meni chaqiring. Javlon ichiga kirib,
tar cho'qqina uyning o'tirisiga qo'yilgan shiraning yon tarafida jimjit yotgan Qaharni ko'rdi. Bo'ldi, tura, hech kim yo'q. Bu o'lgurlar meni qiltoqqa dasatmoqchi bo'ldi. Biroq menmi bo'sh emasda. Men hammani o'nga ilib oldim. Bo'shroq, telefonni yig'ishtir. Biz avval bu yerdan chiqib ketaylik. Baribir bu material ko'chirilma nusxasi. Agar Ali bu qiltoqqa dassa, qo'lindagi o'ngilish apparati uning bizni qasab o'zi o'rg'i tushganligini isbotlab beraylikdi. Amsa hozir qanday qilamiz? Biz bu Alining qilmishlari to'g'riliq yanama ko'p isbotga erishishimiz kerak. Bu haroqni amal qilib elib chiqib ketaylik. Uning bizga lozimi bor. Nemishqa? Bu yaning qoidasi bor. Har qanday narsani ep chiqib ketishga bo'lmaydi. Men davodaman-ku, shunga amal qilib ep chiqib ketaylik deb. Tuyuqsiz koridor tarafdan oyoq tivishi anglandi. Qahar Javlonga ko'zini qisib qo'yib, yana boyqi holatga yetib oldi. Ayol qolmay, eshik ichida Fatima degan ayol bilan bir kirib keldi. Hey, tura, ketamiz. Nimancha ko'p ichib olganda bu. Sizlar kim? Nima ishinglar bor? Siz Javlonmi? Ha, men shu. Siz Bu iningiz mendan 250 ming yuan qarz ilib, pulni qaytarmay, bugun men shirkatinglarning muhim materialini pulga tegishkili akapti. Men materialga qarsam xeyli qimmati bor ekan. Shuni biz kelishib, o materialni qarz hisobiga, ya'ni bir oltin kartaga almashtirdik. U qo'l qo'yib, qo'lnimi bosdi. Qani buni siz ko'rib yiqing. nima? U masbuk qolgan holatda qandoqsiga bu hujjatga qo'l qo'ya olasan? Bu sizlarning o'yininglar emas-ku? Biz o materialni shirkatingizdan qandoq akilalaymiz? Bu boyi haroq ichib o'zi masbub yetib qoldi. Biz uni birazdan kelib akitishni o'ylagan ta'limimizga o'zingiz keldingiz. Shunga endi uni epkesingiz bo'ladi. Haras, av qarxaltini epering. Biz uning maslikka ishlaganda materialni o'z qo'ldan olayli degan. Endi siz keldingiz, materialni bizga berib, uni ep keting. Sizlar bundoqla bu materialni ipga sanlab bo'lmaydi. Bu necha millionlik material. Buni bizdan ko'mang. Kim eningizda buncha badxash bo'lsin debdikan. U parvosiz yendiki yigitga materialni elishni ishora qildi. U yigit kelib materialga qo'l sunuvdi. Javlon uning qo'lini tutib oldi. Bu ishni sizlar qasddan qilgan shunaqmi? U nimishqa haroqni buncha ko'p ichidi? Bu sizlarning o'yininglar. Men hammani bildim. Hammasini Ali qilgan. Sizni u shunda qilishga buyurdi. Shunaqmi? Buni nimaga asosan Ali apandini qildi deysiz? Qarz qaytarish u bir o'tashga tegishli majburiyat. Agar bu pulni qaytaramasa, bir pulga yaraydigan narsa bo'lsa bo'ladi. Biz faqat almashtirdik xolos. Men bugun Qaharga qarzni qaytarsin deb 200 ming yuan bergan. Ajba u pulni sizga bermadimi? U nada menga pul berdi? O jo texmendan yana 300 ming yuan so'rab, savdo qilmoqchi bo'ldi. Ishonmasangiz, u esiga kelganda so'rab berdi. Ay xotin, men sana 200 ming yuanning kartasini bermadimmi? Qarab turib, yolg'on so'zlayapsan-ku. Sen masbulmiganmi? Sen meni ahmoq qila olayman deganmiding? Anglab turish. Men yolg'on masbul bo'lgan. Ya'ni yeliqi Hamid degan guyimi bor. Uni tutib olsam, adivini qandoq beramankin qani? U sar shirkatiga oyoq bosar ekan, men uning pochig'ini chiqib etaman. Bo'ldi, biz qaytaylik. Qog'oshni keyin deyshaylik. Javlon Qaharni tatib mengishiga eshikdan yana 3 yigit kirib, ularning oldini to'sdi. Javlon ishlarning aplashmayotganligini ko'rdi. Nima? Sizlar nima qilmoqchi? Materialni bizga ber. Bo'lmasa bu yerdan chiqib ketman deb ham xiyol qilishma. Nima? Bizni qo'rqitmoqchimi? Anglab qo'y. Men Qahar. Bo'ldi, qil. Biz materialni ularga beraylik. Yana sen ish o'qidikansan, yinandiki bu oldirang'o yigitga deb qo'y. Har qanday ishda salmoq bo'lsin. Sen kimning qalchisi? Ali'ningmi? Qaraganda Ali deganmi toyliq nimaga? Qaraganda Ali deganmi toyliq nima o'xshaydi? Sendek bir porkutak xotinni bu ishga solgandik. Sen nima deyapsan? Uni tutinglar. To'xtanglar. Boya u sal qo'pol gap qilib qo'ydi. Uni kechirib etang. Materialni mo oldingiz. Endi biz qaytaylik. Bu materialning qiymati necha milliondan oshadi. Shunga bu ishni bo'ldi qilsangiz. Ma'qul, lekin bu yana menga uchrab qoladi ekan. Kelar qitim undaq oson qutulolmaydi. Ha, ma'qul. O'lgur, bu materialni deb
Aşının ses gapini anladım desa, xep. Sizlar chiqib ketinglar. Fatima Aliga telefon qildi. Hayal qilmay qarshi tarafdan Alining ovozi anglandi. Ay, Fatima qandaq bo'ldi? Materialni o'ngishli qo'lga tushirdik. Biroq Qahar degan saxta mesbop yetyapti ekan. Javlanning materialni belgili unamagan, azroq kuch ishlatib materialni ilib oldik. Ha, bildim. Sen bu ishni Hamidga ayt. U og'zini ching tutsin. Ular balkim bundaqla bo'ldi qilmasligi mumkin. Ha, ma'qul. Fatima telefonni qo'yib, qo'lidagi materialni shiraga tashladi. Bir chaqda eshik chekildi. Kirang. Fatima acha, men kirdim. Nemish? Sen tega ketdingmi? Yo'q, ular qandaq bo'ldi? Sen buningga qiziqmasangmi bo'ladi. Sening ishing tugdi, qaysang bo'ladi. Haras og'zini ching tut. Ular sendan gumonlanib qilishi mumkin. Bilaman. Haras, Ali aka menga berdigan heliqi. Bu ishni men bilmayman. Bu ishda yanala Ali akamni izda. Bu o materialni qandaq qo'lga tushirdim bilamsizlar? Shu materialda bir obdan xizmatimdan ayrildim. Tazimi bir. Hamid beshini qashlig'inicha Fatima boya qo'yib qo'ygan aroqni elib ichivatdi. U aroqning ta'miga qiziqib, yana bir römka qo'ydi. Orqa-orqadan qo'yilgan aroq bilan Hamid esini bilmay ayrimxonda yetib qoldi. Javlon Qaharni elib tashqariga chiqdi. Meni nimishga tutib olasan? U xotin boya kartini ep turib olmadim davassa. Sen bu bo'ri o'sida ular bilan kuch ilisha olamsan. Bu aniqla turmanda. Ular bizni boplamoqchi. Biroq oqibati o'xshash. Ziyon tortadigan Ali. Tezroq ketaylik. Mashinang nada? Bo'lmasa seni men og'ish ketay. Bo'ldi. Men o'zimning mashinasida uyga qaytaman. Sen mu uyingga qaytib ket. Ma'qul, lekin yo'lda ehtiyot qil.